Assalomu alaykum. Sizlar bilan Hayotullo Sobirov, Chumol Trader. Bugun kechagi Retail Manipulation darsligidagi vaqtlarda indikatorda qanday qilib turib o'rnatishni ko'rsatib beraman. Xo'p, undan oldin birinchi navbatda e'tibor beramiz. Men bitta narsada xato qilib qo'yganman. Ya'ni mana bu vaqtlarni yozayotgan vaqtimda 8:15, 8:45 emas, 8:15, 8:30 bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda 15 minutini oshiqcha yozib yuborganman. O'shuning uchun video darslikni boshida bu narsani aytib qo'yapman. Shu narsani o'zgartirib qo'yasizlar o'zinglar uchun ham. Undan tashqari hozir sizlarga beradigan indikatorimda anu bo'ladi. Ya'ni 8:30 ga o'zgargan bo'ladi. Mana bu yerdagi vaqt. O'shaning uchun xavotir olmasanglar ham bo'laveradi. Xo'p, birinchi navbatda nima qilish kerak bo'ladi? Men sizlarga Telegram ID'imga yozadigan bo'lsanglar, ya'ni Telegram ID'im Chumoli. Mana men sizlarga ana shu indikatorda kodini tashlab beraman. Xo'p, undan keyin nima qilamiz? Ana shu indikator kodini tashlab berganimdan keyin birinchi navbatda Trading View ga kiramiz. Kirganimizdan so'ng o'ng tomondagi Pine bo'limini tanlaymiz va ustiga bosamiz. Mana ko'rdinglar? Undan keyin sozdать новый qilasizlar va indikator qilasizlar. Qilganinglardan keyin mana bu yerdagi mana version 6 gacha bo'lgan joyimda o'chirib yuborasizlar va men tashlab bergan kodni shunchaki shu yerga ko'chirib qo'ysanglar bo'ldi. Mana kelib chiqadi. Ko'rdinglar? Undan keyin nima qilamiz? Сохранить qilamiz. Mana сохранить qilganimizdan keyin masalan mana 4 ta 7 deylik. Chunki men juda ko'p indikatorlardan test qilganman-da o'shani hisobiga. Xo'p, bo'ldi mana. Endi mana bu yerda indikatorni ustiga bosamiz. My scriptga kiramiz. Kirganimizdan keyin 4 ta 7 mana shu. Endi ko'ramiz. Vot, mana qo'shildi, ko'rdinglarmi? Har bitta ana shu vaqtlarimiz mana shu yerda xuddi shunaqa bo'lib kelib chiqadi. Misol uchun aytaylik, belgilashni o'rgatdim, to'g'rimi? Belgilashni. Ya'ni aynan mana shu vaqt oralig'ida yasalgan maksimum va minimum daraja. Buzilsa short. Mana bu yerda ham xuddi shu narsa. Maksimum bor, minimum daraja bor, buzilsa short. Vot. Hamma narsa oddiy. Indikatorda hozir ko'rsatganimdek mana shu yerda topasizlar. Ko'radigan bo'lsanglar hammasini backtesting qilib ko'rganman-da shu vaqtgacha. Har xil indikator qilib, har xil vaqtlar bemalol o'zinglar qilsanglar bo'laveradi. Bo'lmasam sizlarga keyingi mavzuda nimani o'tib beraman, qanaqa vaqtlarda kirish kerak, qanaqa vaqtlarda kirmaslik kerak. Shu narsalar haqida bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ana Telegram ID'imga yozadigan bo'lsanglar, mana bu yerda bor. Sizlarga kod tashlab beraman. Charchamanglar.